Assalomu alaykum hammaga. Men Qudrat Xo'jamusayev. Hozirda Microsoftda software engineer bo'lib ishlayman, dasturiy muhandis. Bundan oldin Mastercardda ishlaganman va undan oldin O'zbekistonda bir nechta kompaniya loyihalarda. Bu yerda o'tgan safargi o'sha Mastercardda ishga kirganimdagi rezyume tahlilini o'tkazganimda, taxminan o'sha 1 yilcha oldingi ovozlicha o'zim haqimda aytib o'tgandim. Ya'ni 2016-20 yillarda TATUda dasturiy muhandislik yo'nalishida o'qiganman. Software dasturiy engineering deyiladi. Va undan keyin Asahi onlayn do'konida ishladim. Agrobank Chakanuz loyihasini asosiy dasturchisi bo'lganman. Backend Smartbankda Smart Bazar loyihasi, Smartbankdagi o'sha marketplace qismini ko'targanmiz. GrantGo, EventGo va hozirda MentorGo loyihalari ham asoschisiman. U yerdagi saytlarda ham asosan o'zimiz qilamiz. Va hozirda Irlandiyada yashayman. Irlandiyaga Irlandiya hukumati grantini yutib kelganman va University College Corkda Information System for Business Performance yo'nalishida magistraturani bitirib, undan keyin Mastercardga ishga kirgandim va 1,5 yil, 1 yil 4 oydan keyin Microsoftga aynan o'sha dasturiy engineering, software engineer 1, ya'ni bizni til bilan aytganda strong junior pozitsiyasida boshlaganman. Mastercarddagi pozitsiyam graduate software engineer edi, ya'ni bitiruvchi software engineer. U yerda deyarli no experience deyiladi. Bu yerda iloji boricha O'zbekistonda 3-4 yillik tajribam bo'lishiga qaramasdan, bu yerda xalqaro muhitga moslashish uchun boshdan boshlashga qaror qilganman. Va hozirda Microsoftda ham darajam o'sha software engineer 1, endi software engineer 1 ni teva darajasi deyish mumkin. Software engineer 2 pozitsiyasiga topshirib, undan birinchi o'tolmasdan keyin software engineer 1 ga qabul qilishdi. Xo'p, bugungi asosiy gaplashadigan mavzuyimiz bu rezyume tahlili. Aynan Mastercard va Microsoft orasidagi rezyume farqlari, nimalar o'zgargani yoki lekin u darajada katta o'zgarish bo'lgan deb ayta olmayman. Sababi o'zi ko'p narsa ma'lum edi. Shu sababli ko'proq savol-javob qilib o'tkazishimiz ham mumkin. Hozir suhbatdan eshitib turganlardan kelinglar bir 15 daqiqacha bir savol-javob qilamiz, keyin rezyumeni ko'rishga o'tamiz. Nosir Kamolov, mikrofoningizni ochdim, mutdan chiqarib savolingizni bersangiz bo'ladi. Nosir-bey, bizni eshityapsizmi? Menimcha eshitmayaptilar. Ulug'bek. Assalomu alaykum. Bu Yevropada birinchi marta stajirovka olishingiz haqida yoki qanaqa ishga kirganingiz haqida ozroq ko'proq ma'lumot bersangiz. Yevropada men stajirovka o'tamaganman, internship o'tamaganman, faqat o'sha to'g'ridan-to'g'ri full time ishga kirganman va full time ishda o'sha Mastercardda boshlaganman. U yerga qanday ishga kirganim haqida o'tgan ovozli chatda gapirib o'tgan edim. Xohlasangiz o'shani ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Kanalga kirsangiz o'sha pindagi hozir eng birinchi pinda turgan, boshidagi pinda turgan narsa o'sha Mastercardga ishga kirishimda yordam bergan rezyume tahlili, o'sha ovozli chati YouTube'ga qo'yilgan. Shu bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, taxminan o'sha o'qishga kelishimdan boshlab o'sha ish qidirishni boshlaganman. Asosan shu graduate programlarga topshirganman. Orada ikkinchi rezyume topshirishimdayoq birinchi Accenture bilan o'sha Accenture reject bergan.
o'sha bilan deyarli bir vaqtda Apple'ga ham topshirgandim. Apple suhbatga chaqirgan. Apple suhbatidan o'tolmaganman. Qaysidir ma'noda yaxshi ham bo'lgan. Apple suhbatidan birinchi bosqichdan o'tib, keyin ikkinchisidan oxirgisidan o'tolmaganman. Va undan keyin yanvar oyidan boshlab aktiv tarzda o'sha rezyumelarimni jo'natishni boshlaganman. Bir 30 tacha joyga taxminan yuborganman va adashmasam faqat Mastercarddan tashqari yana bittami kompaniya javob bergan. Uni birinchi nimasidan o'tolmaganman. Topshirig'idan juda ham g'alati topshiriq va qiyin topshiriq edi haqiqatan. Va Mastercardda hammasi o'xshagan. U yerda qanday ishga kirganimni ham adashmasam blogda yozganman. Batafsil o'sha Mastercard tagi bilan qidiradigan bo'lsangiz, o'sha tevadagi postlarda kelib chiqadi bu narsa. Men ham shu yil yaqinda o'qish tugataman, nasib bo'lsa Yevropada, Italiyada. Shunga shu masalada hozir qiziqayotgandim. New grad positionlar men uchun ko'proq to'g'ri keladi. Shunaqa. New grad yoki stajirovka. Agar bitirayotgan bo'lsangiz, stajirovkaga topshira olmaysiz. Katta ehtimol bilan, chunki stajirovkani odatda sharti, men nima uchun stajirovkaga topshirmaganim sababi ham stajirovkadan keyin siz o'qishingizni davom ettirishingiz kerak qanchadir muddat. Ya'ni o'sha oralig'da stajirovka qila olasiz xolos. O'qishni bitirganingizdan keyin u stajirovka deyilmaydi. U ko'rish mumkin, masalan, apprenticeship yoki boshqa narsalar, lekin eng yaxshi variant bu o'sha graduate pozitionlarga harakat qilish. Keyin ham bir narsani so'ramoqchi edim. Bu Yevropada men Italiyani tugataman. Yevropada bu Italiyani o'qish tugataman. Shu Erasmus qilib boshqa davlatga ketsam bo'ladi-da, lekin undan keyin u yog'iga o'rtada ozroq viza masalasida ozroq problem bo'larkan. Chunki o'tgan safar qilganimda mendan ish uchun viza so'rashdi, viza uchun ish kerak edi. O'shanaqa sal aylanachga tushib qolgandim. O'sha hozirgi aytgandek boshdan kelishib olsak bo'ladi. Iloji boricha faqat bitta savolga javob beraman, keyin aylanib agar yana sizga keladigan bo'lsa, yana savolingizga javob beraman va bu savolingiz ozroq off topic bo'lganligi uchun qolganlar zerikib qolishi mumkin. Mayli, izohlardan ham kim javob berib o'tib ketaman. Men hozir JavaScriptni o'rganyapman, mavzularni yaxshi tushunyapman, lekin masalaga kelganda to'xtab qolyapman, yechim bera olmayapman. Qanaqa maslahat berasiz? Birinchi navbatda o'zi qanaqa masala haqida gapirayotganingizni tushuntirib o'tishingiz kerak. Bu LeetCode masalasimi yoki JavaScriptda qandaydir bir practical narsa qilishmi? Mana shu narsa. Endi agar LeetCode'ga keladigan bo'lsak, LeetCode va algoritm va o'sha problem solving. Bular ikkalasi coding.js. Aniq endi bilmayman, bu ikkalasi bir xil narsa deb tasavvur qilinishi kerak emas algoritmdagi. Ya'ni algoritm masalalarni ishlash uchun siz JavaScriptni o'rganishingiz o'zi yetarli emas. Siz aynan o'sha algoritmlarni o'zi o'rganishingiz kerak. Buning uchun JavaScriptda o'zi aynan JavaScriptda juda ham yaxshi kurs bor. Udemy JavaScript aynan mana shu o'zim ham shu kursda ko'rib chiqqanman. JavaScript Algorithms and Data Structures. Cold Steel juda ham yaxshi mentor, juda ham yaxshi tushuntirilgan va bu kursda hattoki boshqa til o'rganayotganlarga ham tavsiya qilishim mumkin. Yozganman nimamda ham, kanalimda ham. Mana e'tibor bersanglar, mana birinchi navbatda boshlab turib, mana problem solving patterns, search, bubble sort, sortlardan boshlab, keyin murakkab sortlarga o'tiladi. Keyin undan keyin o'sha linked listlar, tree, hattoki o'sha graflar haqida ham ma'lumotlar berib ketiladi. Va mana shu darajadagi
algoritm va data structurelarni tushunish mana shu mavzulardek. Juda ko'p holatlarda siz uchun yetarli bo'lishi mumkin. Ya'ni competitive programming va real software engineer bu boshqa narsalar. Shuni ham aytishim kerak. Albatta siz competitive programmingdan zo'r bo'lishingiz, masalan, LeetCode, bu Codeforces'da reytingingiz baland bo'lishi ham yaxshi, lekin bu narsalar biroz boshqacharoq. Ya'ni va ba'zida aytishadi, hattoki mana shu competitive programmingga juda kirib ketish ham yaxshi fikr emas, chunki mana narkotikdaqa ishlaydi. U yerda siz bir tezda masalani yechasiz, tezda qanaqadir natija olasiz, tezda ishingiz bitadi va mana shu narsani qayta qilaverasiz. Ham kompetitiv bo'lganligi uchun bu kim bilandir compete qilib turib, raqobat qilib turib, o'sha yerda nimadir maza qilasiz, xuddi boshqa sportlarga o'xshab. Ishda bo'lsa bunaqa emas. Ishda siz kim bilandir compete qilmaysiz, bu natija tezda ko'rinmaydi. Odatda soatlab, kunlab, haftalab, oylab vaqt o'tirish kerak bo'ladi. Ana shu sababdan endi albatta o'rganish kerak. Problem solving bu juda ham kerak, algoritm, data structurelar juda ham kerak. Mana shu kursni tavsiya qilaman. Mana shu kurs darajasida o'rganishni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda, undan keyin bu narsaga aytaylik 25% vaqtingizni sarflashingiz mumkin, lekin aytaylik JavaScriptda nimadir haqiqiy sayt qilish, o'sha narsalarga ko'proq urg'u berishingiz mumkin. Tak. Endi hop 15 minut bo'ldi. Hozir to'liq savollarga ham o'tib ketmaymiz. Ozroq o'sha rezyumeni ko'rib chiqamiz. Kimgadir bu narsa aynan shuni kutayotgan bo'lishi mumkin. Hop, birinchi navbatda Mastercardga kirgan rezyumeni ozroq yana qaytib ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda rezyumem o'sha odatdagi tavsiya qilingan shablonda tayyorlangan. Ya'ni aynan ishga kirishda shunaqangi tavsiya qilinadi. Menimcha Azimjonni CV'si juda ham mashhur bo'lsa kerak. Unda ham ko'rsanglar deyarli xuddi shu struktura. Va men ham deyarli xuddi shundan foydalanib tuzishga harakat qilganman. Faqat bu template'ni men o'zim Canva'da ishlab chiqqan, bittalab terib chiqqan edim. Shu sababli bu narsani unchalik kimgadir ulasha olmayman. O'zgartirib ishlatishingiz mumkin degan narsani. O'tgan safar chatda boshqa bir template'larni ham tavsiya qilgandim, lekin u narsalarni keyin o'zim ishlatib ko'rib, ularni ham ishlatish oson emasligini tushundim. Bu yerda aynan rezyume borasida nimalar ketyapti? Birinchi navbatda education qismini yozganman. Magistraturada o'qiganim, undan keyin bakalavrda o'qiganim va asosan ko'proq nimalar o'qiganimga urg'u berganman, nima fanlar o'qiganman. Eng asosiy fanlar, hammasi emas, albatta eng asosiy fanlar yozilgan va yutuq sifatida masalan overall GPA ko'rsatilgan, first out of 60 students. Va educationni birinchi o'ringa qo'yganligim asosiy sababi bu graduate positionlarga topshirayotganligim. Endi graduate positionlarga topshirayotgan paytingizda odatda sizda aytganimdek work experience emas, ko'proq o'sha education qismi qiziq bo'lishi mumkin. Shu sababli educationni birinchi o'ringa qo'yganman. Lekin work experience ham bor edi. Endi work experience-da Agrobank va Revolution Team, endi Asahi o'sha Revolution Team da ishlaganmiz. Aynan shu ikkalasini ko'rsatganman. U yoqda Smart Bankdagi ishimni hali qo'shmagandim yoki bu ikkalasini bitta qilib yozganman, chunki Smart Bank ham o'zi Agrobankda davomli bo'lgan. Va bu yoqda asosiy nimalarga e'tibor berilgan? E'tibor bersanglar o'sha XYZ formulasi bor. XYZ format CV yoki o'sha deb qidiradigan bo'lsanglar juda ko'p ma'lumot kelib chiqadi. Aynan o'sha Google endi rekruterlarini tavsiyasi hozirgi paytda o'sha industry standartdan bo'lib qolgan. Ya'ni bu yerda siz birinchi navbatda nima ish qilganingiz, mana accomplish it X as measured by Y by doing Z degan narsa. Ya'ni mana shu
har bitta pointda mana shu narsani ishlatish tavsiya qilinadi. Iloji boricha shu narsaga harakat qilganman. Masalan, develop the project serving over 100,000 users and 500 merchants. Shunaqa narsa. Endi bu yerda to'liq XYZ ishlatilgan deya olmayman. Masalan, mana bu narsa ko'proq XYZ ga to'g'ri kelishi mumkin. Integrated three payment systems using REST, JSON, RPC and SOAP protocols. Va har bittasiga o'sha to'rttadan point yozganman va har bitta ishim oxirida aynan nimalar bo'yicha o'rganganman. Mana shu narsalarni ko'rsatib ketganman. Bu o'sha MVC, DDD architecture, relational database design, solid drive principles, query optimization va hokazo. Va bu yoqda ham xuddi shunaqa. Asosan measurementlar bilan ko'rsatilgan. Masalan, developed REST API for a new mobile application that increased orders by 25%. Endi to'g'risini aytaman, aniq bilmayman bu 25% ga o'stirganmi yo'qmi, lekin iloji boricha qandaydir measurement qo'shish bu yerda yaxshiroq sanaladi. Yoki masalan, increased page load speed from 30 to 70 by optimizing database queries and asset load optimization. Va hokazo. Va bu yerda ham mana nimalar o'rganganim. Git, Linux, Docker, OOP principles, relational database, PHP Laravel va hokazo. Va undan keyin proyektlarim haqida yozilgan va proyektlarim yozishda ham xuddi shu formatdan foydalanilgan. Conducted market research by interviewing more than 20 event organizers, attracted more than 20,000 people to the platform with MVP va hokazo. Va undan keyin awards va honors qismi bor. Bu yerda o'sha asosiy o'sha ICPC olimpiadalariga qatnashganim, Huawei va ikkita international scholarship yutganman, exchange programma bilan aynan shularni yozganman va ularni yozishda ham asosan masalan top 10 university students, ya'ni bu hammaga ham beriladigan emas, asosan o'sha mana measurement ko'rsatyapman. Yoki mana a scholarship holder for 1 week AI in medicine program in Japan, ya'ni AI in medicine degan narsa ham o'zi qaysidir ma'noda o'zimiz sohamdaligini ko'rsatadi. As one of two students from Uzbekistan in 2019 deb ko'rsatilgan. Va qo'shimchasiga masalan third place at the university programming contest and second place in 2019. Yani bu yoqda masalan 3-o'rin, undan keyin 2-o'rin, qaysidir ma'noda progress ham ko'rsatilgan. Va qo'shimcha qilgan ishlarim, activities, hobbies bo'lishi mumkin. Bu o'sha algoritm va data structure bo'yicha kanal yuritganim. Undan keyin Mediumda blog postlar yozganim va mentorlik, endi bu ko'proq scholarship bo'yicha, lekin mentored more than 10 students to the winning scholarship to study US, UK, Europe and South Korea. Va ko'pchilik uchun balki bu narsalar relevant bo'lib ko'rinmas, lekin Mastercardga ishga kirganimda mendagi tanishtiruv emailida aynan mana shu qism eslangan edi. Endi bu narsa meni HRda e'tiborini qanchalik tortgan yoki yo'q bilmadim, lekin aynan menejerlarim yoki o'sha menejerlarim bu narsaga e'tibor berganini bilganman. Ya'ni faqatgina bitta shu doirada cheklanib qolinmagan, ya'ni bo'sh vaqtlarida shunaqa ishlar qiladi degan narsa sifatida ko'rsatilgan. Va oxirida skills qismi. Bu skillsda technical va soft skills qilib bo'lib chiqqanman. Technical skillslarim ham proficient, intermediate ga bo'lganman. Qaysi birini yaxshi bilaman, qaysi birini masalan o'rtacha darajada bilaman. Yoki masalan familiar da bu basic darajada biladiganlar. Masalan PHP, REST API, Linux version control system, MVC frameworks, Laravel haqida masalan bemalol savol javob qilishim mumkin. Intermediate darajadagilarga ancha ma'lumotim bor, lekin ba'zi bir narsalarni bilmay qolishim mumkin. Familiarda bilaman, tanishman, lekin savol javob qilsa ko'p joyda baribir oqsashi mumkin. Ayniqsa bu o'zim ishlab ko'rmagan dasturlashtirishlar. Soft skillslar bu asosan o'sha teamwork, communication, responsibility va
problem solving, shu skilllar eslab o'tilgan. Demak, bu Mastercard uchun tuzgan rezyumem edi. Agar kimdadir bu bo'yicha savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Kurslar havolasini ulashib yuboring deyishibdi. Mana ulashdim. Tak, ekran biroz xirami. Menimcha ekran xira bo'lmasa kerak. Ko'pchilikda bu internet bilan bog'liq bo'lishi kerak. Agar xira bo'lgan taqdirda ham hozir yozib olingan versiyasi yaxshi bo'ladi. Tak. Tevada izohlarda Mastercard va qaysidir nima bo'yicha savol berishgandi, menimcha o'chirib yuborishdi shekilli. Yana bitta savolga javob berib o'tib ketaman. Mening ukam bor, 19 yoshda hozir. U dasturlashni o'rganmoqchi, lekin sun'iy intellektlar rivojlanib ketganiga ikkilanib qolgan. Nima deb o'ylaysiz? Dasturlashni hozirda o'rganishni boshlash qanchalik to'g'ri yoki qaysidir sohani tavsiya qila olasiz? Sizlar o'zingizlar nima deb o'ylaysizlar? Men yaqinda bu bo'yicha ham yozdim. Akmaljon, sizda biror bir fikringiz bormi yoki savolingiz bormi? Agar fikringiz bo'lsa ayting, bo'lmasa savolingiz bo'lsa keyinroq javob beramiz. Men yaqinda ham yozdim kanalimda. Agar sun'iy intellekt mani ishimni olib qo'ya olmaydi deb hisoblasangiz, bu fikringizga qo'shilaman. Agar olib qo'yadi deb o'ylasangiz ham, bu borada siz haqsiz. Ya'ni sun'iy intellekt borasidagi fikrlar men aniq olib qo'yadi yoki olib qo'yadi demayman. Bu siz u narsaga qanday qarashingizga bog'liq. Agar olib qo'yadi deb hisoblasangiz, olib qo'yadi. Chunki siz o'zingizni darajangizni bilishingiz mumkin. Siz o'zingiz u sun'iy intellektni hali yaxshi bilmasligingiz mumkin. Lekin sun'iy intellektni bilgan yoki o'zini sohasini yaxshi bilgan odam ishonadi. U sun'iy intellekt u shunchaki unga yordamchi bo'ladi. Bu narsa masalan kalkulyatorlar chiqqan paytda kalkulyatorlar buxgalterlarda ishini olib qo'yadi deyishgan. Pilisos chiqqanda pilisos farroshlarda ishini olib qo'yadi deyishgan. Endi albatta bu o'xshatish to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin qiziq tomoni texnologiyalar bizni ishimizni deyarli har doim olib qo'ygan. Bu narsa doimiy ravishda davom etib kelayotgan narsa. Bu narsa sizga bilinmasligi mumkin. Masalan, oldingi paytda o'sha zavodlarda 100 talab odam ishlagan bo'lsa, o'shalarda sekin-sekin o'rni almashtirilgan. Oldingi paytda o'sha kompaniyalarda bitta kompaniyani o'zida 3-4 ta buxgalter ishlagan bo'lsa yoki u 20 talab buxgalter ishlagan bo'lsa, hozir bitta buxgalter 10 talab firmani ishini qiladi, kichikroq firmalarda. Chunki sababi boshqa programmalar chiqqan, o'sha Excel bor yoki 1S bor, mana shular orqali ancha ishlar osonlashib ketgan. To'g'ri, ya'ni sun'iy intellekt qanchadir ma'noda dasturchilarga bo'lgan talabni kamaytirishi mumkin. Aynan repetitive tasklar bo'yicha. Lekin aynan yuqori darajadagi dasturchilarga yoki o'sha aynan sun'iy intellektni o'zini develop qiladigan dasturchilar uchun ish har doim topiladi. Bilmadim, endi aytganimdaqa bu narsa qisqa qilib, agar hozir shunaqa deb o'ylab boshlamay yuradigan bo'lsangiz, demak aniq boshlamaysiz va bunaqangi ikkilanayotgan bo'lsa, unda birinchi navbatda boshlamaslikni tavsiya qilaman. Agar haqiqatan qiziqishingiz bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsangiz, tavakkal qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Agar siz aytaylik, yo'q, dasturchilikni emas, doktorlikni tanlayman deydigan bo'lsangiz, aytib qo'yaman,
unda ham xuddi shunaqangi xavf bor. Ertaga siz ishingizni yoki doktorlar ishini ham robotlar olishi mumkin, yoki sizni ukangiz doktorlikka o'qib, hali hech kim kafolat bermaydi, u zo'r doktor bo'lib ketishi, yoki yurist bo'lib, hali zo'r yurist bo'lib ketishi. Dasturchilikda ham xuddi shunaqa. Hech kim sizga oldindan kafolat bermaydi. Siz dasturchilikda o'qisangiz, ishingizni topib ketasiz, zo'r oylik olasiz. Har qanaqa sohada odam qiladigan ish u ertaga olib qo'yadimi yo'qmi boshqami emas. O'sha sohani o'rganish, til o'rganish o'sha sohada xalqaro darajadagi mutaxassis bo'lishga harakat qilish. Va unaqangi odamlar uchun har doim ish bor. Tak. Jayxun Furqatovich. Savolingiz bormi? Mikrofoningizni mutdan chiqarib so'rasangiz bo'ladi. Jayxun, eshityapsizmi? Menimcha davom etsak bo'ladi. Hop, endi Microsoftga ishga kirgan rezyumem. Endi yana aytib qo'yaman, agar Microsoftga ishga kirish jarayoni qanaqangi bo'lgan deb qiziqadigan bo'lsanglar, bunda ham o'sha pinda xabar bor. Microsoftdan taklif oldim degan post yozganman. Bu yerda juda ham uzun post, mana hozir ko'rsatishim mumkin. Mana Microsoftdan taklif oldim, 12 minut o'qib chiqishingiz mumkin. Bu yerda o'sha 7 ta qism bor va o'sha 7 ta qismda har bitta qismni batafsil aytib o'tganman. Tavsiya qilaman, agar o'qib chiqmagan bo'lsanglar, buni o'qib chiqinglar. Hozir buni har bittasi uchun to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Va ancha odam qo'shildi. Va endi rezyume qismida nimalar o'zgargan? Birinchi nimani aytmoqchi edim? Microsoftga mani rezyumem sabab chaqirishmagan. Chunki menga LinkedIndan yozishgan. Endi balki LinkedIn aniqrog'i bunga ham baribir rezyume, LinkedIn ham sizni bitta rezyumengizni ko'chirmas. Hozirgi LinkedInim ham deyarli xuddi rezyumemni birga bir ko'chirmasi deyishim mumkin. Bu yoqda o'tolamanmi? LinkedIn bu yoqda LinkedInim ham kirib o'zinglar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Qanday yozganman, nimalar qilinganini ko'rsatganimdek experience qismi hammasi to'ldirib chiqilgan va o'ylashim bo'yicha asosiy yordam beradigan narsalardan biri bu sizdagi pozitionlar, masalan lead software engineer yoki senior software engineer, mana shu pozitionlar borlik. Chunki shu narsani sezganman, aynan rekruterlar qidirayotgan paytda shu masalan senior lead software engineer mana shularni qidiradi. Va shu narsa balki yordam bergan bo'lishi mumkin. Undan tashqari balki o'sha bu yoqdagi narsani ko'rib chiqishgan bo'lishi mumkin va aynan LinkedIn sababli LinkedIndan topib o'zlari yozishgan, chaqirishgan, o'sha suhbatga borib ko'rasanmi. Lekin LinkedIndan yozish degani siz baribir hamma jarayonlardan o'tasiz. O'sha hozir ko'rsatganimdek 7 ta qism bor, u bir 10 tacha bosqich bo'lgan umumiy tarzda. O'sha orada bir marta o'ta olmasdan keyin yana qayta taklif qilib, shunaqangilar bo'lib Microsoftga ishga kirgan. Lekin orada aynan o'sha vaqtlarda o'zi rezyumemni yana bir qator ko'rib, yangilab chiqqan edim va aynan hattoki LinkedIndan yozishgan paytda ham baribir so'rashadi. Siz rezyumeni jo'nat, mana shu ishga application topshir degan. Faqatgina bitta farqi, siz u yerda o'sha intervyuga chaqirilishingiz, birinchi fon intervyuga chaqirilishingiz aniq.
Bu yerda nima ish qilganman? Endi ozgina o'zim haqimda summary qo'shganman. Agar head to head solishtiradigan bo'lsak, bu yerda unaqa summary yo'q. Balki olib tashlash mumkin buni. Va bitta farqi yana rezyume ancha uzunroq, ikkita page bo'lgan. Ko'pchilik one page rezyume tavsiya qilishadi va asosiy sabab sifatida rezyumengiz baribir faqatgina bitta page'ini ko'rishadi degan narsa. Men endi bu narsaga qanday qo'shilaman yoki qo'shilmayman deya olmayman. Shunchaki men rezyumeni ikkita page qilishda ham hech qanaqangi salbiy tomonini ko'rmayman. Sababi agar HR sizni faqatgina rezyumengizni bitta page'ini ko'radigan bo'lsa ham, demak siz o'sha asosiy page'ini yaxshi qiling va qolganini o'zingiz agar ma'lumotlar qo'shmoqchi bo'lsa, qo'shib qo'ying. Agar o'sha HR uni o'qimoqchi bo'lsa, marhamat o'qib chiqsin, o'qimoqchi bo'lmasa, o'qimasin. U narsani men shunaqa deb tasavvur. Va endi bu yerda aytganimdek ba'zi bir qismlarni albatta qisqartirish mumkin. Bu summary qismini olib tashlash mumkin va yana bitta eng asosiy o'zgargan narsa bu Google Docsga o'zgartirganman. Rezyumemni Google Docsdan foydalanishni boshladim va aynan Google Docs o'zida ancha user friendly tarzda ishlash mumkin. Nima uchun o'zi Canvadan voz kechish sababi shunaqangi gaplar ham bor. Aniqrog'i bu narsa aniq. Sizni rezyumengiz birinchi navbatda o'sha robotlar tomonidan tekshiriladi. Rezyume checker AI masalan adashmasam o'zi ATS deyiladi. Automatic o'sha ATS meaning plus sizlarda rezyumelar mana shu ATS dan o'tadi. Birinchi navbatda. Applicant tracking system. Ya'ni birinchi shu applicant tracking systemdan o'tadi va applicant tracking system o'zi baholab beradi qanchalik mosligini va odatda aytishlari bo'yicha endi aniq internetdan bir ko'rishinglar mumkin. Даже bir 90% gacha rezyume shu tracking sistemda o'zidayoq reject bo'lib ketadi yoki keyingi bosqichga o'tmaydi degan narsa. Shu sababli bu narsani ham o'rganishinglar kerak, o'rganishni tavsiya qilaman. O'zi qanaqa ishlaydi, nima asosiy narsa bu applicant tracking system bu sizni rezyumengizdagi endi kalit so'zlar yoki o'sha skilllar qay darajada job descriptionga mos kelishini tekshiradi. Va shu sababdan ham men o'zi tavsiya qilaman. Ko'pchilik yozishadi, bitta rezyume, ya'ni 200 ta joyga topshirganman degan narsani, lekin men bu narsani tavsiya qilmayman, chunki 200 ta joyga topshirdingiz degani, ayniqsa masalan 2 oyda ichida. Bu bitta rezyumeni shunchaki har xil joyga otyapsiz degani. Va odatda masalan o'sha black hole deb atashlari ham bekorga emas, chunki odamlar nima ish qiladi? Odamlar o'sha rezyumeni olib, shunchaki ATS ga tashlaydi va u yog'iga lotereya o'ynaydi. Qaysidir bittasiga chaqirib qolsa, xursand. Ya'ni o'sha 20 ta 200 ta joyga topshiradi, 200 ta joydan 10 ta joyga chaqirsa ham juda ham yaxshi natija deb hisoblaydi. Lekin meni o'zim iloji boricha har bitta topshirgan joyim uchun moslashga harakat qilardim. O'sha u yerda nimalar so'ralgan, nimalar aytilgan, shunaqangi o'sha ATS ga qanchalik mosligini tekshirib beradigan mana saytlar ham bor. O'sha JobScan eng mashhuri, o'zim ham ishlataman. 2 tami 3 ta rezyume bepulga tekshirtirsangiz bo'ladi. Mana shu narsalardan foydalanishingiz mumkin. Va endi u degani siz to'liq o'sha ishga moslashtirib tashlashingiz kerak degani emas. Aytaylik 60-70% yaxshi deyilsa ham bu yaxshi hisoblanadi. Va qolgan kamchiliklarni ham ko'rsatib beradi ular. Va bu yerda aytganimdek, summary qo'shilgan. Summary ham bu iloji boricha professional tarzda yozilgan. Masalan, asosiy o'zimdagi kuchli tomonlarga urg'u berilib, masalan, software engineer
даже software engineer with 4+ years experience in cloud-based applications and APIs using Java, MVC frameworks, and microservices, extensive background in ERP, CRM, e-commerce, and fintech, with interest in generative AI for edtech. Summary nima uchun qo'shganman? Chunki o'sha ba'zi bir HRlar endi xohlashi mumkin, aytaylik, rezyumezga o'qimasdan turib ham o'zi nima ish qilasiz, qanaqa mutaxassis, excellencies nimadaligini. Chunki software engineer ham juda ham keng tushuncha. U yerda ko'p narsa tushunilishi mumkin. Masalan, men bu yerda aytyapman, aynan APIlarga, backendga mutaxassisligim o'sha backenddaligini, shu narsalarni yaxshi bilishim va soham. Ya'ni qaysi industriyalarda ko'proq ishlaganim. Va bu yoqda endi o'sha albatta Mastercarddagi tajriba qo'shilgan, Software Engineer 1 va bu yoqda o'sha developed cloud-based applications used by companies like Meta, Amazon and JP Morgan. Bu yerda nima qilganman? Har bitta pointni birinchisida, har bitta work experience birinchisida o'sha ishni o'zida asosan nima ish qilganman. Ya'ni qisqa qilib tushuntirsam, nima ish qilganman. Mana shu narsani yozganman. Ya'ni o'sha developed cloud-based applications va bu yoqda mana using Java, Spring and OOP. Va bu yoqda endi bularni qo'shganim sababi haqiqatan ham shu bizni customerlar orasida bular bor edi. Scalable va haqiqatan mana katta narsa ichida ishlaganimni ko'rsatib berish. Shunaqa qilib, bu ham qaysidir ma'noda HRlarni e'tiborini jalb qilishi mumkin. Va yana bitta narsani o'ylayman, ishga kirishda, masalan, ishchi o'zi yoki qanaqadir firmani rahbarisiz va sizga dasturchi kerak va dasturchi olayotgan paytda siz to'g'ri, masalan, Mastercardda yoki Microsoftda, boshqa Google'da ishlagani birinchi navbatda sizni ko'zingizni tortishi mumkin, lekin sizga eng asosiy kerak bo'ladigan narsa bu u nima texnologiyalarni yaxshi biladi, nimalar bilan ishlay oladi va o'sha narsa bizga qanchalik mos keladi. Mana shu narsani ko'rishni xohlaysiz. Shu sababdan ham men har bitta o'sha pointda deyarli nima ishlatganim, ya'ni o'sha Java, Spring, OOP, bu yoqda men aytyapman JUnit, Mockito, Jacoco, SonarCube, bular ham testing bo'yicha asosiy texnologiyalar. TDD va BDD bu aynan test driven development, behavioral driven development. Bular aynan o'sha testing bo'yicha asosiy konsepsiyalar. Pastda masalan using Power BI deyapman, ya'ni Power BI bilan ishlab ko'rganim. Bu yoqda bo'lsa masalan Jenkins pipelines, AKS, Azure Kubernetes Services, Azure Monitor, mana shu narsalarni ishlatganim haqida ko'proq urg'u beryapti. Va hammasini aytaylik bitta qilib oxirida endi mana technical skillslarga ham qo'shganman, lekin hattoki aytganimdek skillslar qismiga tushmagan taqdirda ham shu yerda o'zidan ko'rib turib, bu yoqda nima ish qilganim va bu yoqda aynan nimalardan foydalanib shu ishni qilganimni ko'rsatganman. Va endi qo'shimchasiga albatta natija. Masalan, increased automated test coverage from 20% to 85% deb turib, uni nimalar orqali qilganim aytyapman. Ya'ni birinchi navbatda o'zi nima ish qilganim, qanaqa natija ko'rsatilgani va nimadan foydalanib shu ishni qilganim. Yoki masalan, created a simple data analytics dashboard to extract customer data insights using Power BI. Va bu yoqda endi qo'shimchasiga, ya'ni va bu yerdagi yozilgan pointlar ko'proq XYZ ga juda ham yaxshi mos keladi. Va bu yoqda mana o'zinglar ham ko'rganinglardek asosan masalan faqatgina son bo'lib qolgan, lekin nimalar ishlatilganligiga unchalik urg'u berilmagan. Bu yoqda ham deyarli xuddi shunaqa asosan qilingan ishlar xolos, lekin u yerda nima ish qilingani yoki nimadan foydalanilgani deyarli aytilmagan. Masalan, ikkinchi point, managed a team of 4 developers during the pandemic and launched a project successfully before the expected date.
bu endi mani yaxshi aytaylik team manager yoki yaxshi lider qilib ko'rsatishi mumkin, lekin aytaylik mani technical yoki hard skilllarimni aynan bu point ko'rsatib bera olmaydi. Shu sababdan ham bu yoqda iloji boricha ko'proq aynan nimalardan foydalanganligimni yozishga harakat qilgan. Ikkinchi pointda yana xuddi aytganimdek, bu yoqda endi lead software engineer deb yozganligim uchun birinchi narsani aynan shu narsaga bog'layapman. Led a team of 4 engineers to develop MVC of a new B2B2C e-commerce system for a new digital bank. Endi bu yoqda iloji boricha qanaqangi sistema o'sha B2B2C e-commerce system, digital bankligi, MVP ishlab chiqqanimiz, 4 engineers deb boshqargan, mana shu hammasi kirib ketyapti bu narsaning ichiga. Undan keyin bu ham ikkinchi pointdan asosiy qilgan ishim, participated in every phase of software development and business operations to build and launch an MVP in 6 months. Bu yerda endi asosan o'sha aytaylik tight deadlinelar bilan ishlaganim va bu ham endi ishimning asosiy qismi. Uchinchi pointga kelganda, bu ishimdagi aynan ma'lum bitta qilingan ishlar. Masalan, reduce the deployment times by 30% by orchestrating the implementation of Bitbucket based CI/CD pipelines. yoki develop the product backlog and manage the team using Scrum methodology. Bu endi ko'proq hozirgi tevadagi narsalarim bilan ketyapti. Endi bu yoqda men asosan lead software engineer bo'lganligim uchun e'tibor bersanglar, tevada juda ham tech heavy yozilgan. Chunki software engineerman, ko'p narsani ishlatib ko'rishim kerak, o'rganishim kerak. Bu yoqda men asosan lead bo'lib ishlaganman. Lead vazifasi bu har doim kod yozish emas, bu ko'proq o'sha mana shu narsalarda ishtirok etish, komandani boshqarish va umumiy jarayonlarni yaxshilash. Ko'proq shu narsaga e'tibor berganman. Bu yoqda endi senior software engineer sifatida yozilgan narsa bu yerda ham nisbatan texnologiyalar ko'proq, faqat bu yerda yana o'sha manage qilganligimga ham urg'u berilgan, bu narsa eslangan, o'sha produktda qancha foydalanuvchisi borligi, qancha o'sha zakazlar borligi, mana shu narsalarni ham ko'rsatib o'tilgan. Endi buni agar bilmadim yozmoqchi bo'lmasangiz, boshqa qandaydir mana taxminiy sonlar bilan yozishingiz mumkin. Balki bu biznes siri deb yozishga ruxsat berishmas. Va hamma o'sha experience oxirida leverage skills, masalan Microsoft Azure, microservices architectures, cloud based applications va hokazo. Leverage degani bu ham o'rganilgan, ham aynan mana shu narsadan foydalanilgan degan narsani anglatadi. Shu sababdan bu birdaniga siz shu narsadan foydalanganiga deb aytib o'tib ketilyapti. Va bu yoqda masalan asosan texnologiyalar bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir joylarda mana team collaboration, ba'zi bir soft skilllar ham aytib o'tilgan. Va asosiy o'zgarishlardan biri education endi pastga tushyapti. Sababi bu yoqda endi men work experience borasida ham yetarlicha work experience bor. Endi bu yog'iga topshiradigan bo'lsam, men graduate positionlarga topshirmayman. Shu sababdan bu asosan work experience tevaga olib chiqib, education'ni pastga olib tushganman. Va education qismida bitta o'zgarish, bu final project haqida yozganman magistraturada. Sababi bu projekt o'zi conversational AI, generative AI ga bog'liq edi. Shuning uchun buni mavzusini qo'shganman. Achievement sifatida o'sha Government of Ireland scholarship yutganim, umumiy baholarim qanaqa bo'lgani. Endi 2.5 second class honors bu eng baland pas, lekin 68%ligi bu o'sha first class honorsga juda ham yaqin qiladi. Sababdan buni ham yozganman. Va pastda deyarli o'zgarishlar yo'q. Projects qismida magistraturada
aynan collaborative industry project ishimni ham yozganman. Bu yoqda masalan o'sha develop market entrance strategy to break into US financial market, bu ko'proq market analysis, business analysis mana shu narsalarga to'g'ri keladi. Bu market analysis, machine learning, conversational AI. Bu yoqda biz nimadir programma tuzmaganmiz, lekin hozir o'tgan safar aytganimdek, sizni boshqa narsalar bo'yicha ham bilimingiz borligi, mana shu narsalarni qila olishingiz, reportlar bilan ishlay olishingiz, bu narsa ham muhim. Chunki mani o'zim hozir 2 oydan beri Microsoftda ishlayotgan bo'lsam, kod yozish ishingizni 50-60% tashkil qilishi mumkin maksimum. Qolganiga asosan mitinglarda qatnashasiz, qandaydir dokumentlar to'ldirishingiz mumkin, reviewlardan o'tkazasiz. O'sha ishingizni masalan security review bo'lishi mumkin, privacy review bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir o'sha modellar ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Va sizda umumiy mana shu narsa, faqat kod yozish emas, boshqa narsalar borligi ham muhim hisoblanadi. Va bu yoqda o'sha GrantGo haqida yozilgan. Bu deyarli o'tgan safargi bilan bir xil. Certifications qismiga orada o'sha Mastercardda ishlayotganimda Azure Fundamentals sertifikatini olgan edim. Shuni qo'shganman va bu narsa asosan bu orqali nimalarni o'rganganim: Cloud Computing, Azure Fundamentals, IaaS, PaaS, CaaS, Networking, SaaS, PaaS, bilmadim nima deyiladi. Biz shunaqangi narsalar va Awards and Honors qismi ham deyarli o'zgarmagan. Skills qismi bu yoqda endi ancha baribir ikkita page bo'lyapti. Menda space ko'proq, shu sababli birinchi navbatda buni endi 3 taga bo'lyapman. Professional skills, bu software engineer, software design and architecture, technical engineering. Bu yerda endi ATSlarga moslab chiqqan joylarim ham bor. Endi hozir aynan qaysi job, bu job descriptionni ko'rsata olmayman, chunki job description уже aktiv emas. Lekin masalan aynan o'sha yerda technical engineering degan narsa eslangan bo'lishi mumkin. Bu narsani qo'shib qo'yish ATS friendly roq qiladi. And technical engineering bu software engineering bilan deyarli bir xil bo'lganligi uchun bu narsani qo'shib qo'yish ham menimcha hech qanaqangi ziyon qilmasa kerak. Technical engineering dan baribir savol so'rashmaydi. Yoki masalan o'sha quality assurance degan so'zlar bo'lgan, o'sha narsani qo'shganman. Tevada men o'zim ham baribir testingda ishlaganman. Quality assurance yoki testing nimaligi haqida tasavvurim bor va shu sababli bu narsani ham qo'shganman. Va bu yoqda technical skillsda ham har xil, masalan programming languages, cloud DevOps, database development, mana shunaqangi qilib bo'lib chiqqan. Soft skills qismi bor va qaysi tillarni bilish. Qisqacha mana shu narsalar. Bu yoqda proyektlar qismida hammasini iloji boricha linklar berishga harakat qilganman. Pitch deck, website, Telegram, YouTube, yoki o'sha sertifikatim credentials qismi qo'shilgan. Qolgan joylarda unaqa narsa yo'q, lekin aytaylik siz talaba bo'lsangiz va qanaqadir pet projectingiz bo'ladigan bo'lsa va pet projectingizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana shu tarzda linklari bilan berib ketganingiz menimcha yaxshiroq. Chunki men o'zim ham o'sha rezyumelarni ko'rayotgan paytimda, o'sha O'zbekistonda ishlayotgan paytimda agar link berilsa, albatta linkka kirib ko'rardim va ishlaydigan narsa shunchaki GitHub emas, ishlaydigan narsa bo'lsa, aynan o'sha narsa meni e'tiborimni tortadigan narsa hisoblanadi. Tak. Asosiy aytmoqchi bo'lgan, ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim mana shu. Endi yana bitta narsa, bu narsani hozir aytganimdek Google Docsda sizlarga ishlatish uchun berishim mumkin. Olib o'zingizlarga moslab to'g'rilab chiqishinglar mumkin bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Shu yerda o'zida aytib qo'ymoqchiman. Sizlarga link berilgan paytda bu edit ruxsati bo'lmaydi. Edit request qilib yurmanglar, iltimos. Sababi har bitta edit request menga emailimga keladi va bu ortiqcha notification.
baribir men edit ruxsat bermayman. Sababi siz bu yoqqa edit qiladigan bo'lsangiz, buni o'zi o'zgarib ketadi. Siz nima qilasiz? File, make a copy va o'zingiz o'sha nimangizga Google Drive'ingizga buni ko'chirib olasiz va to'g'irlab ketaverasiz. Ba'zi bir joylari, masalan, bu narsa header sifatida qo'shilgan. Umid qilaman, buni iloji bor strukturasini tegmaslikka harakat qilinglar. Endi mabodo buzib qo'ysanglar, to'g'irlab olasizlar degan umiddaman. Sababi dasturchisizlar. Va qolgan endi o'zinglar sekin keraksiz joylarni olib tashlab, balki masalan education'ni oldiga olib chiqib, masalan education'ni oldiga olib chiqmoqchi bo'lsanglar, shunchaki olasizlar, education'ni oldiga olib chiqasizlar va aytaylik, bu yoqdan ozroq space qo'shib qo'yish mumkin. Mana shu tarzda o'zgartirishlar kiritishinglar mumkin. Va hozir esimda yo'q, aynan o'tgan safar taqdimotni ichida bergan ekanman. Masalan, overleaf shablonlari bor. O'zim bu overleafdan foydalanishga harakat qilib ko'rdim, faqat aytganimdaqa men o'ylagandaqa oson narsa emas ekan. Bu bir xuddi bu ham bir yangi bir tilni o'rganishdek gap. O'shaning uchun bundan foydalanishdan ko'ra o'zim tuzib chiqishimni o'ylaganman. Va bundan ham sizlar foydalanishingiz mumkin. Saqlayotgan paytda keyin downloadda xohlasanglar PDF qilib saqlab olishinglar mumkin, xohlasanglar Microsoft Wordga o'girib olishinglar mumkin va Wordga o'girsanglar ozgina buziladi. Shu sababli PDFni o'ziga o'girib olsanglar bo'ladi. Xonada svet shunaqa, sal turib o'chib qoladi. Bugun yakshanba bo'lganligi uchun bu intervalni tez-tez. Shuning uchun svet o'chib qolyapti. Yo'g'ga endi savol-javob qilib davom ettirishimiz mumkin. Kimda qanday savollar bor? Agar chatdan savol bermoqchi bo'lsanglar, qo'l ko'taringlar. Akmaljon, agar savolingiz bo'lsa, mikrofoningizni ochib berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Avvalambor katta rahmat webinar uchun. Manfaatli bo'ldi. Men AQShda hozir magistratura o'qiyapman. Savolim shundan iboratki, men ham backend dasturchiman. Mana shu backend dasturchilar uchun deylik, o'zingiz masalan 1 yil davomida self study qilgansiz va ko'plab applicationlarga topshirgan bo'lishingiz mumkin. O'zing experienceingizdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, aynan backend dasturchi bo'lib, ko'proq nimaga fokusni qaratish kerak? Ya'ni teoriyagami yoki kodingami yoki aytaylik kun bo'yi masalan lead code etish bor yoki qanaqadir proyektlar qilishimiz mumkin. Umuman olganda bizning vaqtimiz biz uchun eng qadrli bo'lgan narsa va shuni qanday qilib taqsimlasak biz uchun yaxshiroq. Ko'proq rekruterlar o'sha backend dasturchidan nimani qidiradi? Rahmat javob uchun. Rahmat siz ham savolingizga. Universal bu yoqda bir formula yo'q. Endi universal formula nima? Universal formula bu zo'r backend dasturchi bo'ling deyish. Shunda hamma rekruterlar o'zi sizni nima qidiradi. Lekin aytaylik, masalan, sizni maqsadingiz endi boshlanishini tasavvur qilaylik. Boshlanishida siz odatda Microsoft, Google yoki bunaqa fan kompaniyalaridan boshlamaysiz. Boshlanishida odatda shu startap yoki shunga o'xshash kompaniyalar nari borsa, masalan, EPAM yoki shunaqangilarda ishlashingiz mumkin. EPAM ham u project based company, ya'ni product based emas va ular ham asosan shu texnologiyalarga e'tibor beradi. Ya'ni boshlang'ichida eng asosiy narsa sizni ma'lum bir texnologiyadan foydalanib, ma'lum bir ishni qila olish qobiliyatingiz. Endi shuning uchun birinchi navbatda nimadir yasab ko'rishga harakat qilinglar. Bu teoriyani tushunish kerak, chunki suhbat davomida sizdan teoretik savollar so'raladi. O'zingiz ishlayotgan narsani ichini yaxshi bilishingiz kerak. Lekin aytganimdek, u narsani o'rganishni
biror bir narsani chuqur o'rganishda yaxshi usuli bu aytaylik bitta loyihani boshlab biror bir o'zingiz uchun tasavvur qiling qanaqadir loyiha, o'shani xuddi mijoz uchun qilayotgandek ishlab chiqish. Bizda ko'pchilik masalan qiladi qanaqadir proyektlar HTML, JavaScript yoki boshqa narsa aytaylik ishlatib yoki backendda qandaydir narsa, bu ko'rsatilgan kursni chegarasidan o'tmaydi. Kirsangiz aytaylik front-endchi verska qilgan bo'lsa, lorem ipsum bo'lib yotgan bo'ladi yoki o'sha responsiveni to'g'rilasangiz, ya'ni mobilga o'tkazsangiz responsive yoki qaysidir narsalar ishlamaydi yoki agar siz backendda nimadir qilgan bo'lsangiz, eng oddiy narsa authenticationda muammolar bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz hattoki productionda deb ko'rsatilgan proyektlarda shunday kirib turib authentication'iga bir ikkita o'zimiz bilgan yekkida qilingan narsalarni qilganimizda, masalan oddiy qaysidir bitta URLni bilish mumkin, ya'ni kirgan paytingizda sizdan login parol so'raydi, lekin siz qaysidir resurslarni bilib turib, uni URL'i qanaqa bo'lishini bilib turib, shunday o'sha URLni o'ziga kirib ko'rishga harakat qilganimizda kirib ketgan, hamma yoq ochiq. U yoqdan bemalol adminkaga kirib, bu hech qanaqangi nimasiz biror narsani o'chirib yuborish mumkin. Productiondagi shunaqa holatlar ham bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biror bir kichkina narsa bo'lsa ham o'ylab turib, o'sha narsa iloji boricha aytaylik mijozga topshirish darajasida qilishga harakat qilish kerak. Har bitta o'sha detallari, boshqa narsasi va o'sha narsani keyin kimgadir ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu yaxshi namuna bo'ladi. Men o'zim aynan mana shu mavzuda mana shunaqangi misollar bilan kurs qilish niyatim bor. Aynan ko'proq product developmentga urg'u bergan holda, ya'ni u yoqda aytaylik asosan bilmadim, Laravel ishlatish mumkin, boshqa narsa ishlatish mumkin, lekin asosiy fokus bitta narsani boshidan, oddiy holdan qanday qilib bosqichma-bosqich murakkablashtirib borish mumkin. Shunaqangi narsani ko'rsatmoqchiman. Endi masalan Jahongir aka nimasi, ideologiyasi bu texnologiyani ichiga kirib aytaylik shunchaki cruise framework ishlab chiqish bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin mendagi narsa hech bo'lmaganda dasturchi biror bir ishlaydigan va yaxshi ishlaydigan narsa ishlab chiqa olish. Undan keyin u frameworklar yoki o'sha qandaydir tilda o'zini boshqa yangi library'lar qurish haqida o'ylash mumkin. O'zingiz oddiy masalan CRUD qila olmasdan turib, qanday qilib siz framework yasab chiqishdan nima ma'no degan ham bo'ladi. Shu asosan qurib ko'ring, o'sha bir boshdan hamma narsani chuqur bu xuddi product based kompaniyalarga ishlashga ham o'xshaydi. Chunki o'zingiz majburlaysiz, masalan bir narsani bilmadimmi, bo'ldi, tashlab ketishni iloji yo'q. Chunki u sizga tezda qilib berilgan, o'sha narsani qilishingiz kerak. Masalan, men chakalani bilan ishlayotganda, chakalani qurayotgan paytimizda menda API'lar bilan o'sha paytgacha umuman API'lar bilan ishlab ko'rmagandim, unaqangi narsa qurib ko'rmagan edim deyarli. Bilimim bor, lekin noldan nimadir narsa quradigan darajada emas edi. O'sha paytda men Uzcard va Humoni to'g'ridan-to'g'ri ulashimga to'g'ri kelgan. Bu payme emas, click emas yoki boshqa qanaqadir API'lari zo'r bo'lgan sistema emas. To'g'ridan-to'g'ri click bilan Humo bilan Uzcardni o'ziga ulanish. Bu yerda siz security'ni ham o'zingiz qilishingiz kerak. Ana shu narsalar to'g'ri kelgan. O'sha narsalarni qilishga majbur bo'lganman va o'sha joyda haqiqatan juda ham ko'p narsa o'rganganman va chakanimiz hozir ham ishlaydi. Endi hozir ko'rinishlari biroz o'zgargan, hozirgi holatini ham 80
bir 70% deylik, shu 70% backendda haligacha o'sha men ishlab chiqqan API'lardan, o'sha API emas, ko'proq endi monolit qilib qurilgan ana shu logika bilan ishlaydi. Meni bilishim bo'yicha hozirgacha. Shunaqa tavsiyam. Hop, boshqa Tushunarli. balandroq gapiring debdi. To'g'risi hozir o'zi men ancha baland gapiraman, bilmadim. Agar ovozim yaxshi bormayotgan bo'lsa, ekran sifati yaxshiligi bo'yicha ham so'rab ko'rdim. Kimdadir yaxshi, kimdadir yomon, demak internetdan. O'zbekistonda turib Yevropa davlatlariga qanday ishga kirish mumkin va vizasi qanday? Bu narsani aniq bilmayman. Qanday ishga kirish mumkin? Birinchi navbatda ishga topshirib ko'rish kerak va ishga olinishga harakat qilish kerak. Lekin iloji bor. Iloji borligini bilaman. Sababi masalan, hozir ko'p aynan hindistonliklarni taniyman. Amazonga o'sha 20-21-yillarda o'sha massiv ishga olish paytida Hindistondan kelishgan, vizasi, relocation hamma narsasini o'zi qilib bergan ekan. Ishga kirish uchun sizda Yevropa davlatlariga yo'l faqat shunaqa katta kompaniyalar. Kichkina kompaniyalar bu narsani qilib bermaydi. Katta kompaniyalar sizni O'zbekistondan olib kelish uchun siz juda ham yaxshi nomzod bo'lishingiz kerak. Adashmasam, kimdir O'zbekistondan turib Google balki o'sha odamning tajribasi bilan bir tanishib ko'rishingiz mumkin. Hozir to'g'risi ismini aniq bilmayman, esimda yo'q. Lekin vaqtdagi yozgan edi. Aynan O'zbekistondan turib Google'ga ishga kirgan birinchi odam bo'ldi. Yoki mana Polshada ish joylari bor juda ham ko'p. Jahongirga yozdi bu narsani. Polshadagi Google'ga ofisiga ishga topshirardim degan. Birinchi navbatda ishga topshirishingiz kerak. Ishga agar sizni rezyumengizni ko'rib chiqib, agar siz bilan suhbat qilishsa, demak relocation qilib berishlari ham mumkin. Mana shu narsa. Viza masalasi odatda ularni o'zi qilib beradi uni. Hattoki aytganimdek relocationlarigacha yordam berishi mumkin. Lekin bu narsa siz juda ham yaxshi nomzod bo'lish kerak. Rezyumeni tashlab qo'ying deyishibdi. Tashlayman. Aytganimdek qanday foydalanish bo'yicha ham biroz tushuntirib o'tdim. Qaysi sohaga mos kelishingizni taxmin qilib beradi? Endi men IT sohasida o'qimoqchiman. A-dan Z-gacha roadmap qura olmayapman. Nimadan boshlashni, qaysi soha tanlashda ikkilanish bo'lyapti. Research qilish uchun aniq saytlar aytsangizlar, iltimos. Hozirgi vaqtda eng talab katta bo'lgan IT sohasi qaysi? Ya'ni ish topish oson. Va mana shu narsa borda, bu talab katta degani u soha oson emas. U sohani o'rganish o'zi ancha qiyin bo'ladi. Masalan, SMM chi bo'lish dasturchini istalgan darajadagi dasturchi bo'lishdan ancha osonroq. Hech kimga sir emas. To'g'ri, SMM chi bo'lib ham dasturchidan ko'proq topishingiz mumkin. Top darajadagi SMM chi bo'lsangiz, lekin o'rtacha SMM chini oyligi bu pastroq bo'ladi. Ish topish osonmi yo'qmi? Bu narsani aniq ayta olmayman. Talab balki ko'p bo'lishi mumkin, lekin talabga yarasha nomzod ham ko'p bo'ladi. Agar nomzod kam bo'lsa, balki nima ham ish ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha darajadagi aytaylik, bilmadim, masalan, qaysidir bir dasturlash tillari bor, u umuman hech kim bilmaydi, yoki aytaylik Scala dasturlash tili bor. Scala dasturlash tilini biladigan bo'lsangiz, u narsada ishlay olsangiz, big datada bu sizni o'zi sanoqli ishlar ham ishga olishi mumkin, lekin u narsani o'zi darajasiga chiqish oson narsa emas.
lekin tavsiya qiladiganim backend bilan backend o'rtada bu narsa bo'yicha ham yozgan edim adashmasam. Mana aynan o'sha narsani tashlab qo'yaman. Qanday qilib distributed system engineer bo'lish mumkin degan post yozganman va bu yoqda aynan backend engineer o'rganishni tavsiya qilganman va qo'shimcha sayt bor, adashmasam roadmap mana roadmap.ash degan buni o'tadigan bo'lsanglar buni ham izohga tashladim. Mana developer roadmaps. Masalan, front end, back end, DevOps, full stack, AI engineer, data analyst, AI data scientist, Android, iOS juda ham ko'p narsa bor va bulardan masalan aytganimdek eng o'rtadagi narsa backend. Bu endi front end bu HTML CSS emas. Front endni anaqa verska bilan chalg'itmanglar. Front endni juda ham ko'p narsa o'rganish mumkin. Mana nimadan boshlash kerak? Mana learn the basics, HTML, forms validation, accessibility, SEO basics, HTML, internet. Masalan, o'zi internet qanaqa ishlaydi, undan keyin CSS, sekin tushib ketaveradi va pastga juda ham ko'p narsalar bor. Endi bularni hammasini o'rganib chiqish ilojsiz, hammasini o'rganib chiqish shart emas. Asosan lekin ko'rib, aytaylik, bilib, hech bo'lmasa qaysi joygacha. Balki mana Pick a Framework degan joygacha tevasini bilishingiz kerak albatta. Tevadagi hamma narsani bilishingiz kerak. Lekin Pick a Framework degandan keyin masalan React o'rganmoqchi bo'lsangiz React bo'yicha yoki qo'shimcha narsalarni. Bu yog'i endi ko'proq optional narsalar. Backend engineerda ham ko'radigan bo'lsanglar, mana bu ham xuddi shu. Men har doim shu internet qanaqa ishlashidan boshlash kerak deb o'ylayman. Qanday ishlaydi, HTTP o'zi nima, domain nima, DNS nima, DNS qanaqa ishlaydi. Chunki masalan shu savolni ham bersanglar, ba'zi bir bizdagi $1000 so'raydigan dasturchilardan DNS qanaqa ishlashini aytib bera olmaydi yoki oddiy REST API'ni teoretik tomondan tushuntirib bera olmaydi. U REST API yozgan taqdirda ham REST o'zi nima, REST o'zi API nima, asosiy konsepsiyalari qanaqa, oddiy masalan boshqa API dan farqi nima desangiz aytib bera olmaydi. Bu yoqda o'sha til tanlash kerak. Odatda Java tavsiya qilaman, chunki Java ham o'rtadagi til. Python tavsiya qilmasligim asosiy sababi umuman Python, JavaScript, PHP ham tavsiya qilmayman boshlanishiga, sababi ular hammasi dinamik tillar. Dinamik tillarni muammosi ular boshdan sizga masalan o'zgaruvchiga xohlagan narsangizni berib ketaverasiz. Siz birinchi navbatda o'sha basicsni yaxshi tushunishingiz kerak. O'zi xotiradan qancha joy ajratilishi, shunaqangi narsalar, masalan int bilan string bir xil narsa emasligi yoki boolean bilan nimani farqi, masalan boolean uchun xotiradan qancha joy ajratiladi desam bilmaydi ba'zi dasturchilar. Masalan kim bilmaydi yoki kim biladi, yozishingiz ham mumkin booleandan qancha joy ajratiladi. Google'dan qaramasdan. Bir bayt. Yana kimda qanday bir bit? To'g'ri, bir bit ajratiladi. Sababini ham bilasizlarmi? Bir bit ajratilishi.
nol yoki 1 to'g'ri. Ya'ni u false yoki true yoki false saqlash yetarli. Bir bitni o'zida bu narsani saqlash mumkin. 1 bayt ko'p, chunki 1 bayt bu 8 bit degani. 8 bitda u ancha narsa saqlash mumkin. Ya'ni lekin aytaylik integer uchun bu ancha kengroq joy ajratiladi. Mana shu naqangi oddiy narsa. Endi har bittasini aytaylik bilishingiz shart emas. Int uchun qancha joy ajratiladi yoki long uchun qancha joy ajratiladi. Agar siz competitive programmer bo'lmasangiz, hech bo'lmaganda masalan o'sha farqini bilishingiz kerak. Int bilan o'sha aytaylik longda farqini yoki unsigned farqini. Shu sababli odatda Java'ni tavsiya qilaman, chunki Java'da bu narsalar saqlab qolingan va OOP ni o'rganishga majbur bo'lasiz. C++ dan farqli ravishda va C++ va Java'ni o'zi industriyada juda ham ko'p ishlatiladi. C++lar bu odatda librarylar va mana high level coding uchun ishlatiladi. Hozirgacha masalan men C++da yozishga menga ishim tushmagan, lekin Pythonda, Java'da, C# da, PHP da yozib ko'rganman. Va mana Git version control system, PostgreSQL, database'larni o'rganish, cache'lar, mana API'lar haqida o'rganish, testing haqida o'rganish, security haqida o'rganish, testing juda ham yaxshi. Bu yaxshi narsalar berilgan. Endi masalan software design and architecture joygacha yoki balki masalan testing joygacha tevadagi narsalarni hammasi kerakli deb hisoblayman. Qoyani uje mana shu yerdan pasi ancha high level. Tak. Bu roadmap. C# ni tavsiya qilib yuboring. C# ni tavsiya qilaman. Agar o'sha if everything like Java except security degandaqa. Endi men to'g'risi o'zim C# bilan juda ko'p ishlamaganman. Hozir endi Microsoftda ishlayapman. To'g'ri ishlashimga to'g'ri keladi. Ertamin-indin. C# haqida ham ikki og'iz gapirib keting. Microsoftga kirishda foydasi haqida. Microsoftga kirishda foydasi umuman yo'q. Chunki Microsoft sizga C# bo'yicha savol javob qilmaydi. Siz prob beradi. O'sha Python, xohlasangiz Pythonda ishlaysiz, xohlasangiz endi PHP emas, u yoqda aytiladi o'sha Java, masalan C# bor, to'g'ri, C++, Python. Mana shu to'rtta tildan birida ishlab ko'rsata olsangiz bo'ldi yoki mana shu to'rtta tilda asosan shu to'rtta til so'raladi juda ko'p joylarda. Shularda experiences bo'lsa bo'ldi. Menda hattoki masalan PHP bilan ham bu narsa bo'lgan. Bu o'xshagan. Endi men coding qismida mana lead code'da asosan Python ishlatishga harakat qilaman, osonligi uchun. Lekin mendagi experience C# bilan aytishim mumkin deyarli 0 ga teng experience. Sababli men bunaqa deb nima qilmayman. Yaqinda ham yozdim. Mana nima uchun u narsa bor. Sizdan asosan problem solving so'raladi va qaysi texnologiya bilan ishlash qiziq emas. Ishga kirganingizdan keyin ham sizga xohlagan narsa berish mumkin. Mana men hozirgacha data engineeringda ishlab kelayotgandim. Bu bo'yicha ham sal tevaroqda post yozganman. Endi kelayotgan oydan martdan boshlab front-endda ishlashim kerak. Bu bunaqangi darajadagi kompaniyalarda sizni til bilish darajangiz qiziq emas hech kimga. Chunki sizga shunchaki topshiriq beriladi, qilishingiz kerak. Microsoft Cloud Cert Exam discount kodlari bormi sizda? Yo'q. Men uchun bor, lekin men adashmasam bepulga topshira olaman. Sababi men o'zim emaildan foydalangan holda. Lekin bu xuddi ana nimani so'ragandan bo'ldi. Microsoft discount kodlari bormi degani, ana bor. Agar eshitgan bo'lsanglar, eshitmagan bo'lsanglar kerak. O'sha dasturchidan
o'sha do'sti so'radi, san dasturchisan, mana kompyuterlar bilan ishlaysan, hakerlikni ham bilasanmi, bunaqa buzib kira olasanmi, o'sha Wi-Fi'da nima buza olasanmi deb. Biza endi o'sha shu sohada o'qiyapsan degan. Keyin u aytibdi, san o'zing qaysi sohada o'qiyapsan desa, men moliyada o'qiyapman. Aytibdi, sizlarga nimani ham banklarni qanaqa qilib o'marishni ham o'rgatishadimi degan ekanda. Shu dasturchi desa, shu qandaydir narsalarni hack qilish, crack qilish yoki shunaqangi narsalarni so'rash yoki mandan nima Microsoft Windows sertifikati yoki boshqa narsasini so'rash shu narsaga o'xshaydi. Computer science tanlash qanchalik to'g'ri universitet? Juda ham to'g'ri. Computer science universal soha va odatda eng birinchi navbatda masalan computer science so'raladi. Masalan, degreelar orasida hattoki masalan software engineer bo'lib ishga kirish uchun software engineeringda o'qishdan ko'ra computer science da o'qish biroz yaxshiroq bo'lishi ham mumkin. Chunki aytganimdek, computer science bu umumiy, ya'ni asoslarni o'rgatadi. O'sha bu yoqda o'sha kompyuter o'zi qanaqa ishlaydi, bu yoqda software engineering ham o'rganasiz, bu yoqda o'sha hardware'da ham o'rganasiz, algoritmlarni ham o'rganasiz, matematika kuchliroq bo'ladi u yerda. Shu sababdan albatta juda ham to'g'ri, faqat gap qaysi sohada o'qiganingiz emas, qanchalik yaxshi o'qiganingizda. O'sha narsa. Yana savollar bormi? Chatdan qo'l ko'tarib savol bersanglar ham bo'ladi. Ishga ariza topshirish jarayonini qanday tartibda boshqargansiz? Adashmasam bo'lish Excel bor edi, hozir faqat topalarmikinman? Bir minut. Topdim. Mana shu o'sha ishga topshirgan joylarimdagi narsalar, mana eng birinchi mana Mastercarddagi joy turibdi. Hattoki Singapur ofisiga ham topshirib ko'rganman, product specialistga. Mana o'sha software engineering program mana shundan javob kelgan. Mana assessment endi bu yoqda nima, qayerda joylashgani, linki, hozirgi status, portal, agar masalan application holatini tekshirib turish mumkin bo'lsa va qayergacha yetib borildi degan narsa. Bu narsani o'zingiz xohlaganingizcha tuzishingiz mumkin. Bu o'zingizga nimalar qiziq bo'lsa, o'shalarni qo'shib olishingiz mumkin. Menimcha bu yerda universal nimadir yo'q. Jasurbek aytmoqchisiz, siz bilan rezyume ko'rmoqchi edik. To'g'ri. Uzr. Bo'ldi. Eslatganingiz uchun rahmat. Esdan chiqib qoldi. Bugungi suhbatdan yana bitta narsa, bu rezyume ko'rib chiqmoqchi edik. Bu hozir menga o'sha rezyume yuborishgan va o'sha rezyume bo'yicha tavsiyalaringizni bersangiz deyishgan edi. Va adashmasam o'sha mana Yevropada o'qiyotgan, mana Germaniyada o'qiyotgan talaba rezyumesi va bu bo'yicha qanaqa narsalarni ayta olaman. Men hozirgacha endi rezyumeni juda ko'p tahlil qilmagan bo'lsam ham, lekin boshqa masalan scholarshiplar bo'yicha motivational letter, CV, boshqa narsalarni ko'p tahlil qilganman va odatda bu narsalarni birinchi ochganimdayoq eng birinchi e'tibor beradigan narsam bu qay darajada tartibli va sifatli qilingan. Ya'ni bu first impression, ya'ni odam tabiati shunaqa. Ya'ni
biror bir odam ko'rgan paytingizda ham siz o'zingizni qanchalik yaxshi odam deb tasavvur qilsangiz ham birinchi navbatda uni ko'rinishiga, kiyimiga yoki o'sha qo'lidagi boshqa narsalariga qarab turib baho berasiz. Hattoki masalan u odam agar xavfli deb nima qilsangiz, miyangiz uni avtomatik qiladi. Sal chekkaroqqa qochasiz yoki u narsani bo'mishga o'xshatsangiz, u demak shunaqa deb xayol qiladi. Xuddi shunga o'xshab rezumeda yoki hujjatingizda ochganda hamma narsa iloji boricha tartibli bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi navbatda space borasida ikkita tomondan juda ko'p joy qolib ketyapti, tevadan juda ko'p joy qolib ketyapti. Keyin mana bu yoqda chiqib ketyapti chekkaga. Keyin mana hattoki mana bu endi orqasi mayli, lekin mana bu yerda ortiqcha space bor. Iborcha masalan ikkita tomonga agar bitta paragraf bo'lsa, ikkala tomonga ham justified qilingani yaxshi. Bu narsa aytaylik bu bilan unchalik to'g'ri kelmayapti. Bu narsa mana ikkalasi mana right lane bo'yicha ham unchalik to'g'ri kelmayapti va agar siz dizayner bo'ladigan bo'lsangiz bu narsani juda yaxshi bilasiz. Fontlar boshqacha, bu yoqda boshqa font ishlatilyapti, boshqa sayzdagi. Plus birinchi impression bu qanday tartibli ish qiladigan odam emassiz degan impression. Bu narsani to'g'irlash kerak va buning uchun hozirgi rezumemdan foydalanishingiz mumkin. ATS uchun bu narsani farqi yo'q bo'lishi mumkin, lekin HR masalan aytgandek, men o'zim oladigan bo'lsam, bu narsaga e'tibor bergan bo'laman. Va hattoki bu narsa real holatda ta'sir qilgan. Sizlar O'zbekistonda o'qiyotgan bo'lsanglar, bu narsani bilasizlar. Dekanatga qaysidir hujjat olib kirsanglar, aytadi, shrift 12 bo'lishi kerak, tamisli roman bo'lishi kerak. Bu xuddi sizlar uchun o'sha paytda g'alati ko'rinadi. Lekin bu narsani men real hayotda karyeraga ta'sirini ko'rganman. Biz o'zimiz o'sha bitta dasturchini ishga olish paytida suhbatdan o'tib, bo'ldi. Endi juda zo'r baho bermaganman, lekin ishlab ketsa kerak deb o'ylab, menejerimga bo'ladi deb tavsiya qilib, keyin endi bizda obyektivga so'raladi, bankda. Obyektivga jo'nating deganda, obyektivga jo'natgan. Men uni yaxshi qarab o'tirmasdan menejerimga shunday jo'natsam, menejerim aytgan, Qudratxo'ja, shu odam bolani olmoqchimizmi deyapti-da. Keyin qarang degan obyektivkasini o'zida bir 10 tachami xato topib, qizil bilan chizib, qaytarib tashib beryapti menga. O'sha menejerim ham bo'lmasa Yevropada o'qigan odam. Unaqangi nima emas, lekin narsa nima? Magistraturada o'qigan ekan deyapti. Oilasi bor ekan, oilali ekan. Shu bitta obyektivkani to'g'ri yozishda o'rganmaganmi deyapti-da. Ya'ni shunaqangi elementlarga e'tiborsiz bo'lishingiz sizda shunaqangi ta'sir qilishi mumkin. Sababdan birinchi bu asosiy feedback. Ikkinchisi profile. Profile qismi. Motivated software engineering student at the University of Europe for Applied Sciences, currently in the third semester. Passionate about backend development, cloud development, and distributed systems. Skilled in Python. Birinchi narsa. Motivated, passionate about. Umuman kerak emas bunaqa narsalar. Bu narsa cringe hisoblanadi. Umuman hattoki CV tuzayotgan paytda ham. O'zingizni masalan motivated, passionate bunaqa qilib ko'rsatish iloji boricha professional tanishtirish, bu hozir mana ko'rsatgandek. Oddiy software engineer with 4 years experience in palon ston. Va aytaylik, mana shu narsalar bo'yicha nima bor? Domain knowledge bor degan narsani ko'rsatish yetarli. Shundan menimcha ortig'i rezyume uchun ortiqcha. Bu yoqda hozir o'sha aytganimdek juda ham ko'p narsa yozilyapti. Mana currently working on cloud computing projects. Bu juda ham ko'p profil. Uzoq bo'lmasa ikkita qator bo'lish kerak va aytgandek mana bu narsalar bo'lmasligi kerak. O'zingizni professional tarzda tanishtira olishingiz kerak. Agar profil qismini qo'shmoqchi bo'lsangiz, olib tashlashingiz ham mumkin.
Mana mendagi Mastercard rezumesida umuman profil qismi yo'q. Shunchaki education'ni ko'r, work experience ko'r, uncha baho ber. Azimjonda CV'sida ham yo'q u narsa. Tak. Education qismida University of Europe for Applied Sciences, BA Software Engineering. Manimcha mana bu narsa asosiy fokusda bo'lishi kerak. Bachelor of Engineering, Software Engineering va qayerda o'qiganingiz bu secondary bo'lishi kerak. Sanalar bor. Focus on backend development, cloud computing and distributed systems, working on cloud computing, IT platform projects, peer leader in software engineering. Bu yoqda menimcha education qismini bunaqa tarzda berish to'g'ri emas, chunki bu work experience emas. Education qismida asosan kutiladigan narsa bu nima fanlar o'qiganingiz, qanchalik yaxshi o'qiganingiz. Qo'shimcha masalan sizni peer leader bo'lganligingiz, boshqa narsa bu aytaylik volunteering qismida, extracurricular activities yoki boshqa bir narsada eslanishi kerak. Akademik litsey kerak emas. Har doim faqatgina higher education qo'shiladi. Agar bakalavr bo'lsa faqat bakalavr, magistratura bo'lsa magistratura. Litsey yoki high school kerak emas. Bizdagi akademik litsey bu high school darajasida. High schoolda o'qiganingiz, hamma high schoolda o'qiydi. And the work experience, language teacher, learning center, freelance. Successfully taught over 200 plus students, improving their proficiency by an average of 60% based on assessments. Led small group sessions. Yaxshi. Umumiy tarzda experience haqida gapirayotganingiz, o'sha XYZ lardan foydalanayotganingiz yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin agar work experiences siz topshirayotgan narsaga mos bo'lmasa, demak siz work experience-ni tevaga qo'yishni xohlamaysiz. Ya'ni hozir aytganimdek rezyume ochganda birinchi o'sha tevadan scanning tushiladi va iloji boricha mana o'zi nimalar ham HR lar ham nechadir sekund sarflaydi xolos. 10 sekund, uzog'i 15 sekund sarflaydi, bunday qarab turib, shu rezyumeni ko'rib chiqishga arziydimi, yo'qmi degan narsa yoki shu narsani o'zida hal qiladi. Men bitta ochyapman, work experience qismida language teacher tursa, ekelayotgan joyi. Bo'ldi. Uje men sekin to'g'ri kelmaydi degan narsaga olib qo'yaman. Bundan ko'ra siz agar software engineering uchun topshirmoqchimisiz, pet projectlarni qo'shing. Qandaydir o'zingiz qilgan narsalar haqida gapiring. Endi bu mana Azimjonni nima usul misolda aytaylik, sizda experience qismini pastga olib tushib turib, project qismini tevaga olib chiqishingiz mumkin-da. Mana o'sha mana shu proyekt qilganim, bu proyekt qilganim, mana shu narsa qiziqroq bo'lishi mumkin ular uchun. Yoki aytaylik internship qilgan bo'lsangiz, o'sha internship qiziqroq bo'lishi mumkin. Yoki bizdagi mana mendagi proyektlar qismida mana bu narsani tevaga olib chiqishim mumkin. Work experience-da undan pastga qo'yish mumkin. Rezyume qilyapman, albatta education birda turish kerak, work experience ikkinchida turish kerak degan narsa yo'q. Ko'rib turganinglardek, mana o'zimda ham. Bu yoqda education turibdi, bu yoqda work experience turibdi. Sabablarini tushuntirib o'tdim. Sababi bu yoqda menda work experience bor, asosan fokusni work experience ga bermoqchiman. Bu yoqda graduate sifatida topshiryapman, asosiy birinchi fokusni education ga bermoqchiman. Mensim yaxshi bo'lganligi uchun work experience tevaga qo'yapman. Bo'lmasa project balki tevaga qo'yardim. Ana shu narsa. Ya'ni nimadir qiling, ishlaydigan va o'sha narsani iloji boricha tevaroqqa olib chiqing. Hozirgi mana bu holatda bu sizga software engineering internship secure qila olmaydi. Hech qanaqasiga. Va aytib o'tganimdek, masalan, work experience-dan yoki qaysidir loyihadan asosan nima o'rganganingiz. Yoki o'zingizni qaysi skilllaringizni
ko'rsatganingiz. Masalan, successfully taught over 200 plus. Bu tushunarli bo'lishi mumkin. Teaching experience yoki mentoring experience bo'lishi haqidaligi. Lekin iloji boricha ko'proq skill o'sha ishlatgan texnologiyalaringizga e'tibor bergan bo'lar edim. Achievements, leadership, global experience, hackathons, bu narsalarni alohida qo'shib tavsiya qilaman. Mana awards and honors qismida yozganman. Buni yerda ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Masalan, Government of Ireland Scholarship Holders va bu yoqda asosan scale'ga e'tibor berilgan. Yoki endi agar siz organizator sifatida qilgan bo'lsangiz bu narsani, uni aytaylik o'sha volonterство yoki extracurricular activityga qo'shib turib, o'sha narsadan o'sha davomida nima ishlar qilganingiz haqida ko'proq gapirishingiz mumkin bo'ladi. Lekin aytaylik global experience, bilmadim bu narsa qanchalik qiziq bo'ladi. Hackathon, Competed in Cloud and AI Innovation Challenge. Masalan shu narsa, sizni qaysidir hackathonda compete qilganingiz hech narsani bildirmaydi. Chunki istalgan aytaylik random odam yoki random student borib u narsada compete qilishi mumkin. Bordingiz, o'sha yerda o'tirdingiz, hech narsa qilmasdan qaytib kelsangiz ham compete qilgan hisoblanasiz. Aynan nima ish qildingiz, nimalar o'rgandingiz yoki yutgan bo'lishingiz shart emas, hech bo'lmasa nima o'rganganingizni, nima ish qilganingizni ko'rsatib bering. Professional table tennis and chess player. Bu narsani agar hobby sifatida qo'shmoqchi bo'lsangiz, hobby sifatida qo'shishingiz mumkin. O'zbekiston chess champion, balki bu narsani ham qo'shish mumkindir. Chess haqida gapirish mumkin. Lekin bu yerda ham ozroq to'g'rilagan bo'lardim. Aynan sonlarni ko'rsatib, balki qaysidir joyda yutgan bo'lsangiz, aynan o'sha yutgan narsangizni, masalan o'sha Uzbekistan chess champion, prize winner of Uzbekistan National Chess Championship. Aytaylik, bu yerda nechta odam qatnashgan o'zi. Mana shu narsani qo'shsangiz, balki ozgina qiziqroq bo'lishi mumkin. Additional skills endi aynan mana shu joyda. Masalan, aytyapsiz. Python, SQL, NoSQL, AWS, Flask, Django, FastAPI, REST API, GraphQL, Docker, Linux, Figma bo'yicha skillsiz bor ekan. Qani? Qayerdan bilsam bo'ladi, qayerdan ko'rsatyapsiz mana shu narsalar borligini. Rezumeda shunchaki skillslar borligini aniq qo'yish o'zi yetarli emas. U hamma narsa backed qilinishi kerak iloji boricha. Va aynan o'shaning uchun ham, masalan, men aytaylik, skillslar mana bu joydagi skillslardan ko'ra har bitta mana bu pointlardagi skillslar qismini yaxshiroq deb bilaman o'zimdagi rezyumemda. Chunki aynan tevadagi gapirayotgan narsalarim haqida gapiryapman. Yoki mana bu narsalar undan ham ko'ra yaxshiroq. Aynan JUnit ishlatganim, Makito bu yoqda o'sha narsalar ishlatganim. Chunki bu yoqda o'zi aynan qayerda ishlatganimni, qanday ishlatganimni ham ko'rsatib ketyapman. Va bu qismi skills qismi. Shunchaki o'sha narsalarni summarysi deyish mumkin. Agar kimdir buni o'qimasdan turib pastga tushib skillslarni o'qimoqchi bo'lsa, marhamat, o'qirsin. Lekin aytganimdek qayta ko'rsatilgani bor. Hattoki LinkedInda ham e'tibor bersanglar, mana har bitta ish tagiga qo'yish mumkin. Masalan, Mastercarddagi ishimga mana Java, Teamwork, Microservices, Cloud Computing, Unit Testing, Spring Framework, Microsoft Azure Engineering, REST APIs, mana shu narsalarni qo'shib chiqqan. Va tagiga qo'shiladi mana shu skillslar bog'liq. Yoki bu yoqda ham shunaqangi har bittasini tagiga skillslar qo'shilgan. Yoki bu yerda mana
digital transformation, business analysis, mana skillslarni ham o'zini ham ochadigan bo'lsangiz, mana qayerda ishlatiling, mana product development, Grand Code, Event Code, software infrastructure bu yerda, Docker mana bu yerda, hammasi qaysidir bir nimaga, experience'ga bog'langan holda yozilgan. Multi-threading, Core Java for Programmers kurs o'qiganim bor. Juda ham kam shunchaki skillsni o'zi qo'shilgan. Sizdagi hozirgi rezyume bu aytganimdaqa shunchaki skill turibdi, lekin bu skillni bilish uchun hech narsa ko'rinmayapti. Va hattoki masalan bu yoqdagi shunaqangi kichkina narsalar ham bor, lekin bu ham chiroyli ko'rinmaydi. Mana ba'zida virguldan keyin space qo'yapsiz, ba'zida qo'ymayapsiz, ba'zida virgul bilan yopishtirib qo'yapsiz, ba'zida joy tashlayapsiz. Bu hali oddiy nimalarni bu ham chiroyli ko'rinmaydi. Hammasini iloji boricha har bitta yozgan narsangizni bir qator shunchaki ChatGPTga tashlab turib, proofread qilib ber, chiroyli qilib yozib ber shu narsani deyish mumkin. U hech narsani o'zgartirish, yozdirish shart emas. Hech bo'lmasa yaxshilash mumkin. Buni nima ham aytganida, endi bu nimaga dasturlashga bog'liq emas, lekin Botir aka Qobilov shu o'tgan yilda boshida ko'rishganimizda o'sha Garvardda birinchi PhD qilgan o'zbek bo'ldi, o'zbekistonlik bo'ldi. O'sha aytgan, researchga topshirayotgan payting birinchi shunday ochib turib qaraladigan narsa bu o'sha xatolar, shunaqangi punktuatsion xatolar bor yo'qligi. Agar punktuatsion xatolar bor bo'lsa, o'sha ko'zga ko'rinadigan ko'p bo'lsa, shunday olib yirtib tashlab yuborishadi. Qaramam o'tirishmaydi. Bu ham shunaqa narsa. Istalgan rezyumeni oling, istalgan internetdagi narsani ko'ring, hammasi birinchi navbatda mana akkuratniy, ko'zga chiroyli ko'rinadigan mana shu tarzda qilib chiqilgan bo'ladi. Iloji boricha mana minimalistik qilib. Bu asosiy narsalar. Ya'ni mana Azimjonda rezyumesi bor. Shunchaki Azimjon CV deb qidirsangiz kelib chiqadi. Mani o'zimda bu rezyumeni tashlaganman kanalga, hozir yana tashlayman, buni tashlaganman, bu narsani yana ko'rib chiqing. Hozir aytganimdaqa prioritetlarni sal o'zgartirib chiqing, to'g'rilab chiqing. Shundan keyin menimcha ancha yaxshiroq holatga keladi. Yana kimdadir savollar qolib ketgan bo'lsa, bitta yoki ikkita savolga javob berishim mumkin. Svet nimaga o'chib qolyapti? Svet o'sha aytganimdaqa hozir yakshanba ofisda, yakshanba kuni ekonomiy rejimda bo'ladi. O'shaning uchun ular o'zi harakatni sezadi. Harakat sezgandan keyin yana chitir o'chib qoladi. Shunisi chatoqroq. Tak, assalomu alaykum, dasturlashni o'rganmoqchiman. Ingliz tili darajam B2. Buni o'zbek inglizlar orasidan fundamentni juda yaxshi tushuntirgan biror odam bo'lsa, tavsiya qilsangiz xursand bo'lardim. Bor? Qudrat aka. Bu narsa haqida ham yozganman. Men qayerdan Mastercard bosib o'tgan yo'lim. Tak. Tavsiya qilaman, iloji boricha kanalda yozilgan postlarni o'qib chiqinglar, chunki o'zi odatim bunaqangi foydali befoyda ko'p narsa tashlamayman va iloji boricha yozganda ham ma'lumot beradigan, ya'ni long postlar yozishga harakat qilaman. O'sha yerda aynan o'rgangan hozirgacha qaysi narsalarni qayerdan o'rganganimni hammasini yozib o'tganman.
masalan o'sha tanishuv posti. Birinchi kursda nima ish qilganman, ikkinchi kursda nima ish qilganman, qaysi kurslarda o'qiganman, o'sha hammasini shu yerda eslab o'tganman yoki o'sha aytib oldin ham postlar yozganman. Qaysi nimalar bo'yicha o'shalarni bir qator ko'rib chiqinglar, tavsiya qilaman. Hozir qaysi davlatda ishlaysiz? Ana nima bo'ldi? Hozir qaysi nima dars oxirida nima savol bo'ldi bu? O'shaning uchun javob bermayman. Rezyumeda akademik yutuqlarni ham ochib berish uchun publications bo'limini qo'shish haqida nima deb o'ylaysiz? Agar haqiqatan publications bo'yicha o'zingiz ishlagan bo'lsangiz, o'sha narsada nimadir o'rgangan bo'lsangiz, ayniqsa u bo'yicha masalan data analytics, Python shunaqangi narsalar ishlatgan bo'lsangiz, why not? Albatta qo'shishingiz mumkin. Faqat publications bu o'zimizdaqa O'zbekistondagi yoziladigan maqola bo'ladigan bo'lsa, shunchaki u yoqdan bu yoqdan terib maqola qilib qo'yadigan u narsa emas. Haqiqatan research qilgan bo'lsangiz, u narsani qo'shing. Ishga topshirganda qanchalik cover letter yozgansiz? Cover letter yozish muhim deb o'ylaysizmi? Rahmat. 1-2 marta yozganman, lekin u darajada foydali deb o'ylamayman. Bilmadim. Asosan baribir rezyumega qarash. Endi agar talaba sifatida topshirayotgan bo'lsangiz, yozib ko'ring. Bu foydali bo'lishi mumkin. Chunki qanaqa agar shunaqaroq o'ylashingiz mumkin, aytaylik, kim ko'proq mehr bergan applicationiga degan kriteriya bo'lsa, hech bo'lmasa, bu cover aytaylik 10 ta kandidatdan 3 tasi cover letter yozibdi. Qani birinchi shularnikini ko'raylikchi deb qolish mumkin. Student darajasidagi rezyumeda shunaqa, undan balandlarida asosan rezyumega qaraladi. U menimcha cover letterga ko'p ham qarab o'tirishgan. LinkedIndagi connectionlardan qanday foydalanish haqida ozroq ma'lumot bersangiz. Bu bo'yicha u darajada aytadigan narsam yo'q. Endi agar kimdir rekruterlar yozib qolsa, ishga taklif qilib va yaxshi rekruter profili o'zi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi kompaniyaniki bo'lsa, connection tashlab qo'yaman. Chunki ularda connection ham ancha keng bo'ladi, balki ertaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Lekin o'zimizdagi masalan bolalar connection tashlasa qabul qilaman. Odatda boshqa bu yoqdagi tanimagan odamlarni qabul qilmayman. Nima uchun o'zimiznikilarni qabul qilaman? Chunki mendagi connectionlar ularda ham sal ko'rinsin, balki shu orqali ularga qanaqadir yordam bo'lsa, yordamim tegsin deb qabul qilaman. Lekin o'zim aynan LinkedIndagi connectionlardan juda ustalik bilan foydalanmaganman. Foydalanganman. Aytaylik, biror bir masalan o'sha joyga ishga kirishimda shunchaki qidirib, searchda o'sha odamlarni topib, masalan Mastercardga ishga kirishimdan oldin yoki yozganman, aytaylik, shu qanaqangi bo'lgan, nimalar so'ralgan, yoki boshqa bir o'qishga topshirayotganda, boshqada qaysidir grant yutgan odam bo'lsa, o'sha odamni LinkedIndan qidirish eng yaxshi narsa. Ularga chiroyli tarzda shunaqangi narsa so'ramoqchi edim. Yordam bera olasanmi deb ozgina not bilan connection tashlayman. Bu yog'iga keyin bitta xabarda hamma narsani yozaman. Bu narsa juda ham ko'p uchraydigan xato. Kecha kuni ham bo'ldi. Salom berib yozadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eng yoqtirmaydigan narsam, lekin o'zimga qolsa to'g'risi javob bermasdim. Bunaqangi xabarlarga, lekin salom bersang, salom bergan odamga alik olish kerak degan narsa bor. Shu sababli alik olaman odatda, lekin yoki yaxshimisiz savol bersam bo'ladi. Savol bering, shu o'zingizga tanishtiring, nima murojaat bilan qilyapsiz, savolingizni yozing. O'sha savol bo'yicha hozirgacha nima ish qildingiz, o'sha narsani yozing, hammasini bitta xabarda yozing va agar o'sha odam javob bersa xursand bo'ling, javob bermasa bo'ldi. U uni o'zini vazifasi tanlovi.
Hattoki men o'zimda ham kimlargadir yozib turib, o'sha xuddi o'zim aytganimdek chiroyli tarzda yozgan taqdirimda ham javob olmagan holatlarim bo'lgan. Endi xafa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ichimda bo'pti, endi javob beraman deb o'zini tanlov deb ketgan. Lekin juda ko'p holatlarda javob berishadi. Hop, LinkedIndan accept qilib yuboraman. Menimcha hozir suhbatimizni shu yerda to'xtatsak ham bo'ladi. 1,5 soatdan ham oshib ketdi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Hozirgi ko'rsatilgan hamma narsani tashlab qo'yishga harakat qilaman kanalga. Aynan bugun bo'lmasa ham ertaga, albatta. Rahmat hammaga.